Uygurlarning makarını bulup, Uygurlarning merkezi bulup selinilgan öy, Uygur üye, mana Washingtonga 15 minutlik Clinton degan yerden elindi. Bu elingan öy, Amerikadaki kurulgan Xalqaro Uygur xalqining madaniyat merkezining nomida elindi. Bu yig'ilgan pul Dünya Uygur kultining nomida yig'ildi. Dünya Uygur kultidagi sabtashlarim bu pulni maydonga keltirguncha men bilan birlikda az ajr topmadi. Mushularning nurg'un safarda birga bo'lishi, safarbarlik qilishi va mushularningki meni qo'llashi va mush Uyg'ur uyining Amerikaga selinishi uchun Dünya Uygur kulti intayin qattiq kuch chiqarib, mushu Uyg'ur uyining maydonga kelishining asosini Dünya Uygur kultiga soldi. Ben bu oyunu Dünya Uygur kultining nomida qilayman deb o'ylagan. Lekin Dünya Uygur kultining tizimlangan o'rni Amerikaning Germaniyaning Munixda bo'lganligi uchun Amerikaga tizimga oldiranmagan bo'lg'ashqa, shunga xalqaroliq madaniyat markazi qurib, o'sha xalqaroliq Uyg'ur madaniyat markazining nomiga bu oyunu oldik. Endi Muşunun namıga elish uchun yana Dünya Uygur kultidagi barliq ijroiya komitet rahbarlar barliq hammasi imzo etib, muşunun ruxsat qildi. Men mana shunda oldim. Ama bu yana Dünya Uygur kulti bilan birlikda faoliyat ettirdi. O og'a yerimizga biz kelgusida maktab, mechit va musofir qarindoshlarimiz kelib yotgan yotoq sanmoqchi birinchi. Ikkinchi, biz u og'a yerimizga Uyg'urlar to'y qildigan to'y markazali, kutubxona, ko'rgazmaxona va bir choyxona qarindoshlarimiz o'zaro uchrashadigan sanmoqchi. Hatto bolalarning top o'yin maydonlarini qilmoqchi. Biz mushu Uyg'ur uyi bilan jamoat birlikda yashaydigan, bir-birimizla uchrashadigan bir markazni Amerikaga paydo qilmoqchi. Chunki Amerikaga 1600 dan ortiq Uyg'urlar kelib bo'ldi. Uyg'urlar 1600 dan hozir eshib ketdi. Yaqinda 2-300 Uyg'ur yosh bolalari keldi. Kelgusida 5000 lab, 6000 lab, 10 ming bo'lib ketishi mumkin. Agar shunday bo'lib ketgan vaqtida biz mana mush 15 ming Uyg'urning madaniyatini saqlab qolsaqmi, bir millatning madaniyatini tirildiramiz. Biz bu, men bugun olgan bo'lsam, ati Germaniyada elish mumkin, ögünü Gollandiyada elishimiz mumkin. Men bu Uyg'ur uyini yalnız Britaniyada emas, Amerikaning kelib tutgandikin bütün Yevropada 500 ortiq oila, 500 dan ortiq odam bayalarning hammasi biz Uyg'ur uyi elib, o'z madaniyatimizni saqlab qilishni mushundaq davomlashtiramiz. Bu mening qilgan bugungi bu ishim bizning siyosatimizning, da'voyimizning bir qismidir. Şuna bütün dünyadaki biz gerçi 250 bin dolar bankadan qazi aldık, qolgan pulni saldık. 550 bin dolarga bu yana aldık, 200 bin dolarga o yana aldık, 750 bin dolar mablag' silindi. Bütün dünyadaki Uyg'ur xalqini tabriklayman bugün Uyg'ur uyi bilan Amerikada elingan. Ve bütün bana yanchiqlik pulni chiqarib, umid bilan bana ishonch chiqib bergan barliq qarindoshlarımga bütün Uyg'ur xalqi nomidan chin ko'nglimdan rahmat etaman. Xudoyim ularning bergan pullariga shunday barakat ato qilsin, ham ularni tabriklayman. Hem Amerikadagi barliq Uyg'ur qarindoshlarni bugun elingan Uyg'ur uyi bilan tabriklayman. Oxirida mening ikki qiz gapim bor. Uyg'urlarning bir maqolasi bor. O'choqqa qozon esilgan ekan, osh cho'qim pishmay qolmaydi deydi. Pishidi desangmi pishidi, pishmaydi desangmi pishidi deydi. Qozonni osmay turib sen oshni pishira olmaysan deydi. Shuning uchun bugun qozon esildi, u osh cho'qim pishidi demoqchiman. Shuning bilan men butun dunyodagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimga va meni qo'llaganlarga chin ko'nglimdan salom yo'llayman, oliy ehtirom bildiraman. Iqtisodiy jihatdan yordam qilganlarga rahmat aytaman.